Ağa, çıtak oldu. Çeycin hocamın beşiğe külfet düşüptü. O ölümgü mahkum kılıngan lazımdan ediken. Xavf-xatar kaş kirpikning arsızlık kaldı. Çeycin hocamga kim ziyankeşlik qıptı? Çeycin hocamның tağısı Çey Mekrem begimning Gavtang aymığıda bir bağlıq zimini barken. Yentenşi degan bir avlaqning bu ziminga ko'zi tushib qopti. O Gavtang aymaq yamlidikilar bilan til biriktirib bilib, batdan chaplab, Çey Mekrem begimning uyini oqtirib, barliq mol-mulkini musodara qilyapti. Çeycin hocam ahvol uqish qili, ambalning oldiga borsa, eliq ambal uni qattiq dumbalatib zindonga tashlabdi. Nima? Ha. O xalqning uyini egallab, zo'mza o'limga qisqani azab, yana Çeycin hocani ursa, bunaqa tirik avliyo mutaqat qilib tura olsinmi? Gavtang aymığının ambili Gavlan, munofiq vazir Gavchining jiyani bo'ladi. O tağısının oqa kuchiga tayinib, qimmiga askarlikka qolmadi. Gavcho degan qarniyat. Yaxshilarga o'ri qo'lab, elni bo'zaq qilib kelgan. Mana endi jiyani ishqis bir bo'lib, Çeycin hocamga ziyonkashlik qilmoqchi ekan? Uni qutqizishga tezroq tutish qilmasak, Çeycin hocamning jini omon qolmasmikin? Çeycin hocam mening shafoatchim, ham tog'i turadiganlarning yaqin do'sti. Biz uni qutqizib olaylik. Rastaydi, uni qutqizib olaylik. Gavtang shahri kichik bo'g'inlar otib ko'p. Lashkarijiq, oshqituligi mo'l shahar. Buni salchaqlashga bo'lmasmiki, Danish og'a. Shu jamoat qo'rig'ini elish bilan Lianshanning hayvisini voyaga yetkazib ko'rsatdik, demaymiz. Gavtang aymig'ini elib, butkul algi Lianshanliklarning kuch qudratini to'ntamasak, qandoqmi algi xizmat ko'rsatib, fuqaroni amin topqizib, tangri yo'lni tutdik deyalaymiz. Obdan kelishibsan. Sen g'alyanchi o'g'irlar Liangshan ko'lini uv tutib olib, mukib olishgan edi. Men de senlarni tutish qo'yib yursam, ha? O'z oyoqlaring bilan oldimga kelishibsan. Mana bu menga Tangri bilan xonimizning ado qilgan madidi. Endi menga xizmat ko'rsatish fursati keldi, ha? Ambaldagi bu qitim lashkari sehri karomatlarini ko'rsatadigan payt keldi, ha? Zulqarni etkininglar. Bugün o'zi yavu qarshi lashkar tortib qo'vqdan chiqaman. So'ngjanni tutmaydigan bo'lsam, men Gavlan odam bo'lmay ketay. Ambaldagi Gavtang aymig'ining lashkar sarkardalari toza xil emas. Bugun ha degandili jangga chiqib, ichki sarkardani ziyon tortdik. Liangshan o'g'rilari yiroqdan yer charchab kelgani bilan ularni salchoqlig'ini bo'lmagandik. Ular hozir qayerda ekan? Begim, ular shahar sirtiga bargoh tikib joylashib bo'ldi. Nima deding? Songjang, Gavtangni ammig'icha hargiz yo'limda qaytmayman deb qasam ichibdi-dak. Men bugun Ambaldagi Peqirning qarashicha hamdamchi qo'shin yetib kelib, muasirni bo'shatganda, ondan yovga qarshi atlansili bo'larmikin? Mayli. Hozircha uning bilan erishmay turaylik. Shaharni saqlab, mudofaada turib turaylik. To'xta. Darhol hamdamchi qo'shin avatish xususida bir maktub yozdirib, tog'amga mangdir yetinglar. Hop!